Buni yollayasiz. Qanday ahvolingіз Amina? Emin, sizni ko'rmagili ish kapti bo'lay dedi. Xotin olaman deb, ovqatni tashlavatdingizmi? Undaqmi emas. Avval malni topshirib oling. Keyin parangizni shayli, ha? Qarang sizni. Hadisli malning gapini qilasiz-ku. Do'konga kirib bir piyola choy iching, o'zimni o'g'irlab ketamikin deb ansirayotam sizga. Rushanka. Nima bo'ldingiz? Dada o'lgan bo'ldingiz. Nima? Bo'yingizda qaptimi? Acaba o'z pushtimizdan tamg'an balimiz bo'lishni umid qilmamsiz? Ha. Umid qilaman. Shunisi nima demoqchisiz? Sal baldirmikin? Baldir deysiz-ku. Biz to'y qilg'ili 2 yildan oshdi. Shundoq. Xafa bo'lmang. Ha? O'zingizni asrang. Nima yegingiz kelgan bo'lsa, shuni akab beray, ha? Juring. Mana Jiddiylashib kerak, nima ish bo'ldi? Men kishmishlarni qachilayotgandim. Bu kimning bolasi? Tuyuqsizda birsi ishini chekdi. Berib ishini ochsam, ishning oldida bu bola turdi. To'rt tarafimga qarsam, yo'lning do'ximishida bir ayolning do'mmisini ko'rib qoldim. U ayol qizil pikap o'ltirib ketdi. Bu bolani qanday qilamiz? Buni Emin, bu vaqtni akab qo'ygan ayol cho'qim jiraqlab ketmadi. Darhol berib izdan. Ma'qul. Emin, bu yerda bir parcha xat bor ekan. Ha? Men izlab boqay. Eminjon. Balam,
Bu xatni qizil pikapda o'ltirgan bir ayol sana berib qo'yishimni degandi. Rahmat juvona. Bo'ldi, yig'ilmang. Bak, yig'ilmang, bo'ldi. Bo'ldi, to'xtab qo'ying, bo'ldi, yig'ilmang. Bo'ldi. Yig'ilmang. Hay, tap oldingizmi? Tapam. Endi qanday qilamiz? Yo'q, yig'ilmang. Uni birdan jimitsangiz qanday? Bo'ldi. Bu bolani keyin qanday qilamiz? Hozircha uni beqib turaylik. Menmi ig'ir tursam. Nemish 40 ning bolasini beqib olamiz. Men siqayn deb kiray. Hey. Bo'ldi. Bo'ldi, yig'lamang, bo'ldi. Birdan yetib turing, Jumaxat. Mana geldim, yig'ilmang. Yig'ilmang, mana. Oploq, yig'ilmang, oploq, yig'ilmang. Men yengeydigan vaqtim yiqilishib qoldi. Bu bolni qanday qilamiz? Vaqtida bir amal qilmamsiz. Mehmonda tugmaydigan gap bu. 20 yil bo'lay deb qoldi. Yana shu gap. Ben shahar kirib chiqay. Har qancha aldirash bo'lsin-mi? Ati berib qilmamsiz. Iman. Ay. Meni öz apam ekan deb qoldingiz. Öz apangizning nahadligini texib bilmaysiz. Mübarek bo'lsin. Ayolınız taqlandek bir o'g'il tug'di. Ha? Rahmat. Arzimaydi.
mana. Budak. Dadisi, balık isim koymamsız. İsmini Musa koysak qandaq? Siz bolamdı? Siz balının dadisi bolğan ekan. Mayli, sizning deginingizcha bo'lsin. Emin, men ajab to'nglab ketyaptimi? Sizmi to'ngladingizmi? Yo'q. Ro'shangul, nahiya kirib chiqay, ish chiqib qoldi. Emin. Bugün mijazim yo'q. Iltimosingiz-chi. Kishmish to'g'riliq so'zlashadigan ish. Bu fursatni o'tkazsam bo'lmaydi-da. Sirtqi chiqib azroq ishim bor. Opamning mijozi yo'q, tezroq qaytib keling. Bugun akşam qaytib kelamasligim mumkin. Dadınız, ketdimi? Sizlarga tamoq etib beray. Siz chiqib ufqingizni tepib ko'ring. Topshiriqlarni ishlamay. Taladil shuridi. Tazimi bir o'yin qilib oldi. Uningga ishonchim yo'q. Opa, siz motorlamay jim yeting. Men ukamni tepib kirib, sizga tamoq etib beray. Sizdan kichik tamoq etamaysiz. Opa, men sizning tamoq etganingizni ko'rib o'ginib olgandim. Opa, siz birdan oram ep turing. Men ukamni tepib kirib, sizga suyoqash etib berma. Ay. Acha, bugün men osmonda aeroplanning uchib o'tganini ko'rdim. Men bu cho'ng bo'lganda poyezdga, aeroplanga o'ltirib, poytaxtimiz Beyjingga bora olamdim. Ukam, yaxshi o'qib, opam dadamning gapini anglasanglar, muallimning gapidan chiqmasanglar, cho'ng bo'lganda bilim egisi bo'lib, aeroplanga, poyezdga chiqib, poytaxtimizga bora olaysan. Oyjon. Apa ne buldunuz? Apa kızdınız tek düşmepti o. Ben doktor çakırıp geley. Bostan. Men bardoshlik bera olmayman. Tong otsin. Ondan bir gap bo'la. Apa, ensirmang. Men
Qurban doktorning qizi bilan bekli yaxshi do'st. Men ularning uyiga doim berib turman. Men hozirla qaytib kelaman. Oyjon! Belikinizni chiqaring. Bostan, bir piyola qaynoq suv keling. Men dori beray. Apangiz vaqtida ishi varsin. Bu dorini ichiversangiz, kesilingiz biroz yaxshilanishi mumkin. Biroq, ata cho'qim shahar kirib balni istayapmisiz bo'lmaydi. Elim yaxshi, Bostan qizmani vaqtida xabar qilibdi. Qizmingiz bundaq o'rlaversa, cho'qim yomon oqibat kelib chiqadi. Rahmat, Qurban doktor. Bostan, shahar kirib chiqdingizmi? Apamni palnisini chiqqan, uyga ketyapmiz. Sen turib chiqan o'ynayli. Men apamni qaramasam bo'lmaydi. Xo'sh, endi apamizga obdan qarama. Ma'qul. Ro'shangul. Tun 20dan oshdi. Nemishqida hech uxlamadingiz? Emin. Sizdan bir gapni so'ray. 10 yillik ar-xotinchiligimizning yuzini qilib bo'lsinmi? Rost gap qiling. Nima ish? Hilqi qizil pikapda o'ltirgan ayol bilan nima munosabatingiz bor? Qaysi ayol bilan? Mug'ambarlik qilmang. Bugun tushdan burun daryo bo'yida bir ayol bilan gaplashib, kulishib turganingizni ko'rdim. U ayolmi? U mening shaharga kishmish o'tkazganligimni anglab ekan. Shunga soda to'g'riliq bir necha ig'iz paranglashdik. Biz ayollarning to'yg'imiz to'g'ri chiqdi. 10 yil o'tdik. His qilishimcha sizning oshnangiz bor ekan. Nima deb cho'ylayapsiz? To'liq quruq gap qilmay. Uxlang, ha? O ayol bilan so'zlashgan chog'dagi hissiyotinglar odatdagi tanishlardek emas. Mangras gap qiling. Bo'lmasa, men aniqlamay qo'ymayman. Nima? Kesib aytalaymanki, 12 yilning oldida Bostonni bizning ishini oldiga tashlab qo'ygan ayol dal o'zi shu. Gap qiling. Boston ishqinglardan apreda bo'lgan bola, shundaqmi? Ishqinglardan nikohsiz tug'ilgan. Bu bolani menga akab berib, menga boqqizib, meni shundaq bozak qilamsizlar. Nimalar deb jo'ylayapsiz? Beshimni og'ritmay uxlang.
Emin, chaqirığınız sayrap ketdi. Emin. Emin. Başqalardan ağlasam, kız balı qo'shim qash bo'lsa, ata-onasidan mangu ayrilib ketmaydi ekan. Meningcha, yanala ayrilib turg'ini yaxshi. Buni kiyib eling. Sizni shaharga aparaman. Pek yaxshi bo'ldi. Men borma. Sen bormaysan. Uyda qilib, topshiriqlaringni ishlab tugat. Kechdi kelib. Topshiriqlarni tekshiraman. Bir adam. Kimdi o? Ben izdish beraymi? Kichik bola degan, aralashmaydigan. Appa, siz meni bu yerda saqlab turing. Men hozirlik kelaman. Hadi, bu yoqqa keling ha. Nima olasiz? Bu yog'liqni ko'rib baqsam bo'pti ekan. Appa, Priyantip biroz orom olaylik deb kelib ketdim. Ma'qul. Appa, bu tug'ilgan kuningizga bergan sovg'atim. Nima? Tug'ilgan kunim? Bugun sizning tug'ilgan kuningiz. Tug'ilgan kuni. Bugun mening tug'ilgan kunim. Dadamiz
Tug'ilgan kunimni unutib ketdi. Musaning bunda qishlar bilan azaldan kori yo'q. Sizlar unutib qolmabsiz. Nima uchun sizlar unutib qolmaysiz? Mening boshqa armanim yo'q. Pul tepib boy olishni o'ylamayman. Men faqat biz bir oila kishilarni o'tishni o'ylaydim qaraganda. Bu oddiy umidim amalga oshmaydigan o'xshaydi. Apa, ko'nglingizni yerim qilmang. Sizga og'an so'g'itdim, yarg'an bo'sli bo'ldi. Mana yaradi qizim. So'g'atlagan pulni nereden topdingiz? Bu pulni da'vatdan siz o'tgan ketim do'stlarim bilan ujmilikka berib, ujmi terib sotgandim. Akıllı kızım. Bağlarımdan kalkanda siz emrah oladigan o'xshaysiz. Sen bugün yemiş kıldın, ha? Git kıla! Mektepten kelip ötüp qarsam, ular su oynab ötüpken birden qarab turdim şu. Mektepke bağmadın mı? Fadim, işemsen ulardan sorap baka. Hocam! Vahimeni seyretmesi oğlum çağırtıptı. O da 3 gün mektepke bağmapsa. Abba, benim mektepte okulum yok. Ben neyini günah kılgan boğaydım. Ekrem! Emin. Bugün yeni bir yere baramsız. Teklerge su koyduğunu okup kaldı. Özüm yalğız. İçemeyemedim. Ciddi iş battı. 2 gündür kelime. Kolumnu tutup kasam kaldınız. Unutup kaldınız mı? Unutup qalamdıgan. Ben işlemeymen demedim bu. İşlep durun. Qanchalik sug'arsınız meyli. Qag'ini ne, men kelip sug'urib o'taman, ha? Ben sizga hoş xabar aytib keldim. Nima hoş xabar? Mening orzuyim amalga oshdi. O'tibsizmi? Qaysi maktabga? G'arbiy Diyar universitetining qonun fakultetiga. Pek yaxshi bo'pti. Ailemizden oliy maktab o'quvchisi chiqdi. Kentimizden bir oliy maktab o'quvchisi chiqdi. Apa, men baxush bo'lib ketyapman. Men cho'qim oliy maktabni tirishib o'qib advokat bo'laman. Maxsus ziyonkashlik uchirgan kishilarning g'amini yeyman. Qizim, obdan o'pim. Men har qancha jafo tortsam, sizni oxirigacha o'qitaman. Apa, men sizning mehr shafqatingizni unutib qolmayman. Umidingizni cho'qim aqlayman.
Adam bormi? Juring qizim. Kimdi bu? Voy, qandaq ahvollari? Qandaq ahvollari? Undan to'limi? Qani, uy kirsizlar. Qani, uy kirsizlar. Bo'ldi. Nishayatda o'ltiray. O yoq, sap turdi. Uy kiraylik. Bo'ldi, nishayatda o'ltiraylik. Qizim, ko'pin seling. Qani, keslar. Qizim, choy damlang. Bo'ldi, avar bo'lmanglar. Bir piyola choy ichib keslar. Bo'ldi qizim, avar bo'lmang. Men hozir qaytaman. Quruqchi keslar sap turmamdi. Bo'ldi. Eminning deyishicha, bugun Bo'ston qizning 18 yoshga to'lgan xotiri kun ekan. Men sizlar bilan birga 10 necha yildan beri suvda sheriklashib kelyapman. Bugun bu tarafga o'tgandim. Shunga Bo'stonga astili ko'nglimni ifodalab qo'yay deb keldim. Qimmat so'g'atma emas, bir tal zanjir. Qizim, ishkimiz sizlarga nima deb rahmat aytsak bo'lar? 10 necha yildan beri bizga ko'p yordam qildilar. Bu so'g'atni qandaqmi qabul qilamiz? Bunun kari chaqliq, takallub qilma. Bo'ston, bo'yningizga taqab qo'yay. Bu Rahmat acha. Rahmat. Qizim nim degan baxtlik. Bugun uning tug'ilgan kuni. Qizim yililar oliy maktabga qabul qilinganlik o'qtirishini topshiryapti. Xo'shallik ustiga xo'shallik bo'ldi. shundaqmi? Sizni chin dilimdan tabriklayman. Shuncha yil sirtda yurdingiz. Yurtingizga qaytib kelib, bir kun turmayla mehmonxonaga berib oldingiz. Ko'nglingizda menda xotiningiz bormi yo'q? Uyda ko'p turib olsam, bu savdoni qilolmayman. Shundaqli sizga og'irchilik deb berman. Men yana xotin ikkimizdan deb shunday qilyapman. Ko'nglim to'yib turyapti. Sirtda cho'qim boshqa bir ayol bilan birga turyapsiz. Yolg'on gap qilma. Bo'ldi, o'z gapimizga kelaylik. Hozir odam yetishmayapti. Darhol ishonchli birsini topsangiz. Agar ishimiz oshkorlanib qolsa, yeniroq bo'lsa turma deyapmiz. Eg'iroq bo'lsa, qolimiz ketadi. Yana menga hojitingiz tushdimi? Ne bu taxyat odamdan gap qilasiz? Topgan pulda sizning nesingiz bor? Bo'ladi, menga biroz vaqt bering. Yordam ishidan odamni topgan degan amal qilib uni chekkizib o'tdim. Biz uni tizgilab tura olmaymiz. Bo'ladi, izlab boqay. Kese! Kaplan göç şortisi! Göçep gidin, kaplan göçü! Emin! Emin! Sen eve git, ben hazırlık kilmen ha. Yaxshimisiz? Juring, tomoq yemamsiz? Bo'ldi. Mehmon geldi. U kim? Mening o'g'lim Musa. Bo'yi toz qamlashgan ekan. Nada pul topyapti. Nada pul topatdi? Uyda bekor yurdi. Hay, yaqindan beri kimlarga kishmish opirib beryapsiz? Hajatman tarafga bormas bo'lib qoldingizmi? Yaqindan buyon aldirashib qoldim, shunsiz tarafga o'tganmidim. Bo'ldi. Bu gaplarni qilishmaylik. Hay, do'konimda odam kamchil. Eyiga 600 so'm beraman. U men bilan birga ishlasin. Bo'ladi. Uningga nazaringiz tushgan bo'lsa, uning ta'liyi. Sizga rahmat etishim kerak. Amisa, shundoq bo'lsin. Keyin ko'rishaylik. Ma'qul. Xo'jayin, siz bergan narsani topshirib berdim.
hujjat mana. O bana telefon verdi. Yaraysan. Hüccetini Tursun'a versen boladı. Ma'qul. Tursun. Malını düşürüp op aramaylanla. Musa'nı optarak kütüp koy. O'ta. Tamak çek. Özemlikini çekin. Qani, pevish rahmat. İçmeysen ko. Muhorkini o'rab, avar o'g'cha, bunchika. Bunchak. Bo'ldi, rahmat Tursun aka. O'zimniki cheki. Bo'ldi, bo'ldi. Tursun aka. Bu tamaka rasli yaxshi ekan. Keyfi bor ekan. Mushundaq tamakın chekin kelsa, meni izda. Musa! Hey! Musa! To'xta. Ne görse? Mushu halınga motosiklet minmekçimi texi? Jinonda to'ygan o'xshamamsa? Jinim dada, Tursunning uyida bir narsam unutilib qoldi ekan, akla bulaychi. Qandaq muhim narsa u? E'tiborim. Jinim dada, beni bag'il qo'ygan bu narsani akla bulay. Bo'lamdi, jinim dada. Beni apag'in, o'tinib qilay, jinim dada. Beni apag'in. Bak muhim narsa, jinim dada. O'tinib qilay. Bo'ladi. Ben apray. Juramsan. Rahmat. Oğlum Musa bu yerda zahar xumarini yuqtirib opti. Bu zodi nima ish? Ben qandaq bilay? Men muhilali sezib qoldim. Onun xumar tutsa Tursunning yiniga berib zahar oladi ekan. Ajiba qo'l ostingizdagilar zahar cheksa buni bilmamsiz? Musaga zahar chekkizishga Tursunni siz kuch kiritdingiz-ku deyman. Ularga pul berib, ishimga selavatdim. Biroq ularga kech-kunduz hamroh bo'lolmayman-da. Balangiz davomli bu yerda ishlayman desa, ishlayversin. Ishlashni xohlamasa, boshqa odam topaman. Bildingizmi? Xayr, xo'sh. Sen... Hey! Yusuf ustam, yeni bir işçi geldi. Bu işçini sizga shogird qilib beray. O daraq o'yitib qo'ying. Ma'qul. Xo'sh emas. Qani, keling, o'tir. İsmingiz nima? Nerede o'tirsiz? Ismim Ro'shangul. Qumkentida o'tiraman. O'ymachilik kasbi Japardan qochmay uygansingizlar tas emas. Qarasam chivar ayol ekansiz. Menimcha cho'qim tizlar uyg'unib ketalaysiz. Menga bunchalik ishonganingizga rahmat, usta. Cho'qim tirishiman. Uyingizda yana boshqa odamlar bormi? Etizariq ishlarni qanday qilasiz? Qizim G'arbiy Diyar universitetining qonun kasbida o'qiyotgani 3 yil bo'ldi. Erim aldirashli yuriydi. Lekin uyga pul kirmaydi. O'g'lim kun bo'yi lag'aylab yuriydi. Yana oq chekishni o'rganib O'zimdan qolgan ostili kirmam hech nimaga dal bo'lmaydi ekan. Yezimizda o'ymachilik zavodi qurilibdi. Uyimga yaqin ekan. Shunga kuchimning yetishdi ishlab pul topay dedim. Ters kuniga qopsiz. Obdan ishlang.
Texnikini yaxshi egallab, jafodan qochmasingizlar, zavodimizning kirimi herhalde yomon emas. Estağfurullah. Onu zehir taşlatmış orna apır bereyli. Zəhər taşlatqızış üçün az degəndə 5 min yuan ketidi. Bunçilik pulni biz nədən tapa alayımız? Emin. Motosikletini seti üteyli. Onu xeyli puluk sata alayımız. Öyümüzde. Onundan başka pul kıyargıdak nesi yok. Balının bunda azaplanışına çidap duramadım. Maqul. Oy, Emin aka. Neyim boldunuz? Alpazınız belki korkunuşluk. Musa yaxşı qalğandı. Həmmisi senin kasaptın. Musa keçidən beri bək qiynalıb getdi. Öydə heç qaysımızğa aramçılıq bəmidi. Mağa xap olmay 5 min yuan qarz berib durğan. Mən onu zəhər taşlatqızış ornuğa apırıb berey. Mening ticaretim kasatlaşıp qaldı. Onçilik bunu sizga nereden tepib berimen? Amine, aqlıtını oylab iş qığın. Balamla az durup zəhər çəkküzdün. Üstündən ərzi qımmığınımı xoş bol. Əsli bu pullarını sən töləşki tegişlik. Bırak mən səndən ötünü sorab kəlsəm, bana gözdə berib duruşqı unmayvat sən. Meni məcbur qılaydam sən. Mən hər qandaq işini qılışdı yanmayman. Oy, Emin aka. Bizning 10-20 yillik münasibetimiz bağı. Bana mı şunda qo'pollik qilsangiz, ko'nglim yerim bo'ladi ekan. Siz mu o'tni olmang. Bir ishim bor. Qilsangiz, tapanaqingiz uchun 5 ming yuan beraman. Nima ish? Qonunga xilop ish emasdi? Boshqacha o'ylab ketmang. Birisiga xotandan bir parcha qoshtish akeldirgandim. Sipitini ocharkan, menga yaramadi. Siz ayrplan bilan xotanga berib, qoshtishini almashtirib akab bering. Konkret ahvollarni men sizga deb beraman. Ma'qul. Andaqda barliq chiqim sendan bo'ladi. 5 ming yuan naq bersan. Amis bekitdiq. Ati berib ayrplan bilet eling. Hey, qarang, sizlarning yurtdagi yakki tijoratchi Amina Tosh bizning maktabga 20 dona kompyuter taqdim qilibdi. Yurtimizdagi kishilarning ong saviyasi xil o'sibdi jimi. Hatto yakki tijoratchilar ham ma'rif ishlarini qo'llab yetibdi. Voy. Nima? Mashina desi. U tirikmi? Ip kelgan molchi. Uni ayt qimmat baholiq moldi. Endi xotirjam bo'ldim. Qaysi doktorxonada? Bo'ladi. Men hozir boray. Xalqning ishini qilaman deb bir putingizni
tushundiryapsiz. Asli davolanish haqqini ular to'lish kerakdi. O zodi. Kim o? Gap qilsangiz-chi. Ha, bo'ldilar, so'ramayli qo'ying. Bo'ldi. Men so'ramay. 3-4 oy yotibsiz. Agar kesilingiz qayta qo'zg'almasa, o ish bo'lmaganda 3-4 oylik to'liqlama haqqini berish kerak. Siz yana ularni qo'g'dayapsiz. Doktorxonadagi chog'da bu talablarni uningga dedim. O bir yuzsiz odam. O berib voqea sodir qilgan shopirni top deydi. O shopir mendimi ig'ir yaralangan tursa, men uningga nima deyman? Bo'ldilar, meni nasib esibdi. Ro'shangul. Men sizga yuz kelmayman. Hacak yaxshi bo'ldi. Ichkiriga berib jamiyat tekshirib keladi ekanmiz. Shundan qo'y pulni o'zimiz chiqaradi ekanmiz. Arziydi. Mushkamgacha Shinjongdan chiqib boqmabdimi? Uyga darhol xat yozib, ota-onamdan pul olay. Postdan siz ajab xafa ko'rinasiz-ku. Dadam mashina hodisida yaralanibdi. Ukamni zahar tashlatqizish o'rniga olib berish kerak. Buningga pul ketadi. Oilamiz faqat opamga qarashliq. Opam etizlik ishlardan boshqa yana qo'shtish zavodiga berib ishlaydi. Bu qitimqi tekshirish xarajatini uydagilarga aytishga tilim bormaydi. O'g'il shundoq rost. Juringlar, mangayli. Chiringlar. Kaynozga yo'linib yeting. Jiddiylashmang, ha? O'zingizni bo'sh qo'ying. Qo'rqmang, ha? O'zingizni bo'sh qo'ying. Bo'ldi. Midirmang. Ayeda birdan o'ltirib oling. Voy, yana katsizg'u. Bir hafta ichida 2 qatim qon berdingiz. Sizga jon lozim emasmi? Qon berish tuzumini bilmamsiz. Buningdan keyin men sizni hargiz yo'liqtirib qolmay. Sizni saqlab turgandim.
Sestra xanım, onun ahvoli qanday qaraq? Siz onun anısımı? Ha, yo'q, kechiring. Bek jiddiylashib ketibdiman. U G'arbi diyar universitetining o'quvchisi. Ota-onasi bu yerda emas. Men bu qizning ota-onasi bilan tanishiman. Men nima qilib beray? Bemorning ahvoli xeyli ig'ir. Qon bek ko'p chiqib ketgan. Shunga qon berishga to'g'ri keladi. Siz balnisda yetish rasmiyat o'tib keling. Bo'ladi. Men bu yerdan o'tib ketayotgandim. Sizni yo'qlab kirdim. Balam. Canım kızım. Qandarak ahvolingіз? Əsirman apa. Bostan, obdan demeyin. Men hem işlerini o'rinlashtirib qo'ydim. Ro'shangul, sizni o'zingizni asrang. Qizimning holidan xabar olganingizga rahmat. Takalluf qilmang. Biz bir yurtliq tursak. Men ma'y. Ma'qul. Xo'sh. Bostan, siz yarılanıp ciddi qutquzish bo'limiga kirganda, shu ayol sizga 200 gram qon berdi. Yaxshimisiz, xo'jayin? Meni izlaganmidingiz? Bu yerda bir qosh tishi bor. Sen onu odam tepib pishiqlab ishiltib ber. Men seni o'pda rozi qilaman. Ma'qul. Xo'jayin. Bo'ladi, men qilib beray. Sizning qanday talabingiz bor ekan? Masalan, bu olmani qosh tishi deyli. Buni mundaq o'ysan. Qosh tishi mushundaq pishiqlab ishlansin. Siliq bo'lsin. Yemlisa qilchi chanmig'idek bo'lsin. Yana bir gap, buni qat'iy maxfiy tutsan. Ish bitgandan keyin 6000 yuan beraman. Qilamsan? Buni nimaga ishlatmoqchisiz? Buni sen so'rama. Bo'ladi. Men qilib beray. Oldin 1000 yuan zakalat pul berasiz. Chatoq yo'q. Degina. Bu qosh tishini kimga pishiqlab ishlatkizmoqchi? Apamga. Apam qosh tishi zavodining mahir texnik. Ikkimizning xiyoli bir yerdan chiqdi. Lekin opangga hargiz mening ishim ekanligini demaysan. Yana bir gap, zavodda ishlamay uyda ishlasin. Biroq bu ishni apamga qilsam, bu pulga erishamasligim mumkin. O'zingning xarajat qilish uchun men senga yana 2000 yuan beraman. 6000 yuan opangga bergin. Qandaq? Siz bek marjimi xo'jayin. Men cho'qim yaxshi ishlayman. Ro'shangul, zavodda bir kun ishlagandan keyin uy kelganda dam olsangiz bo'lmamdi. Bunda qilsangiz chidamsiz. Siz uxlavering. Men birdan ishlay. Buni egisi oldir totidi. Bu kimning ishi? Bir chiroyli qosh tishi bo'yimini nemishqa bundoq o'ydirdikini? G'alit ish. Bu odam nimaga ishildi ekan? Ehtimol ichiga bir tavarikni soladigan-da. Men bilmadim. Apa, sen ishni bitirib pulini olsangli bo'ldi. Ortiq ish aralashma. 6000 yuan berdi ekan. Seni zahar tashlatqizaman. Ochangning ishkirga borgan xarajatini to'layman demisam, bundaq ansiz ishni hargiz qabul qilmaydim. Apa, sen bak sadıcımı. Ben texi ola bergan pulni oz ko'ryapman. Ishlash, emgak qilish asli ochiq oshkor ish. Biroq biz buni o'g'ridak kechisi ishlab olsak. Apa, rasıl çık yapıldı kense. Sırtta adam bağımı yok. Çık
Açıp qarab baqay. Mana bu ig'zini yelim bilan yemlab qo'ysangiz bo'ladi. Höneri bo'ladi ekan, menga yaradi. Xo'jay, men yemlab beraymi? Bo'ldi. Qachilash yemlashni o'zim qilib olaman. Ati kechda sen qishimga kelgin. Sana topshiradigan muhim bir ish bor. Sen jahon ko'rmagan bola. Ko'zing kichik. Shunchalik pulni birma-bir sanash hojatmi? Sana deb qo'yay. Bu degan bir tuman. Bankining pul sanash apparatidan 2 qatim o'tgan. Sana 2000 yuanni ortiq berdim. Ha? Rahmat xo'jay. Buningda michiqroqni tepishni xohlamsan? Xohlayman. Albatta xohlayman. Men hatto tushimdimi boy bo'lishni o'ylayman. Xohlayman. Bo'ladi amsa. At poyizga o'ltirib, bu qashdeshini elib, qumulga berib, men ko'z tipaga odamga topshirib bersan. Ish bitganda sana 30 ming yuan beraman. 30 ming? Biroq kutilmaganda soqchilar tarafidan tutilib qolsang, men hargiz demaysan. Hammani o'z ustingga olasan. Xo'jay, qashdeshining ichiga qachilangani Buni so'ramasangmi bo'ladi? Qachilangani nihoyat qimmatli narsa. Qandaq qilishga jur'at qila olamsan? Oldin 5 ming yuan beraman. Ish bitganda qolgan 25 ming yuan olasan. Agar chin turolmasang, 25 ming yuanni ololmay qolmay, yana arzimas jiningdan ayrilib qolasan. ishlayman. Bu gaping joyida. Ot ketisi bo'g'iz yemisi samirmaydi. Odam qo'shimcha pul topmasa boy bo'lolmaydi. Bu 5 ming yuanni hozircha hashlab tur. Bu xatni elib, qumulga borgandan keyin mening ko'rsatmam bo'yicha molni topshirsan. Ma'qul. Bu xat hargiz boshqalarning qo'liga tushib qolmasin. Esingda tutdingmi? Xotirjam bo'ling. Jinimdan ayrilib qolsam-mu, mol bilan bu xatni hargiz yo'qotib qo'ymayman. Yo'ldosh, sumkalaringizni ayağa qo'ying. Saqchi boshlig'i, bu sumkada gumonliq narsa turdi. Kelib tekshirib bakkan bo'lsangiz. To'xtab, men hozirli boraman. Jira. Biz bilan bu yoqqa men. Nima ish bo'ldi? Ishxona kirib so'zlashayli. Turinglar. Eshikning ichida nima bor? Ocha. 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 Bu qashtishi. Men qashtishi so'zi bilan shug'ullanaman. Unda emas-ku. Ishimizni ko'rib yiqinglar.
Ha, oyak berib o'lta. Ma'qul. Bunun qaçlanğını zəhərkən qo. Apırıb təkşirib beqanla. Sen cinayet gümandarını cinayi işler sakçı ettirdik apırıb begin. Bo'ladi. Hoy, u yo'q-ku. Ha? Qo'lala, tez. To'xta! To'xta! To'xta deyman! Hey, to'xta! Ne kaçsa? Bitirlama. Qaşqınını bir görək. Qandaqa ahvolinglar? Yaxshimisizlar? Biror ish bilan kelganmidinglar? Siz Roşengül Yaqub olamsiz. Ha, men shu. Biror ish bormidi? Biz şəhərlik CX idarəsidən. Bizning sizni izlab kelishimizdagi sabab siz zər setish delosiga chetilib qoldingiz. Darhol biz bilan men. Zahar sektish. Bundaq bo'lishi mumkin emas. Sizlar xato tunib qolgan o'xshaysizlar. Qolgan gap bo'lsa atrofga borgandan deyishayli. Hozir biz bilan men. Qurban, Mahmud, etminglar. Emin! Emin! Ha? Hey, sizlar! Roşengül! 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 Yavaş bir ayol deyip Süleyman'ın ne deyip vardıgan dersin. Ay bu Roşengül obdan ayolıydı. Qanda xo'p, qonun xilop ishlarni qilib yurgandi, ha? Başqalar bilan birlashib zahar setib demas. Ha, menimcha andaq emas-da. Shundaqkan qizi Bo'stonga xabar qilib qo'ysak bo'ladi. Topshirgan ishlab bo'ldi, ishlab bo'ldi. Kash telefon qila. Ma'qul. Kiring. Ablamit müdür, sizden bir ishni o'tirmoqchi edim. Keling, keling. Bu yoqqa kelib oldirmaysizlar. Ablamit müdür, apam bilan enimni saqchilar zahar satgan deb gumonlanib tutib ketibdi. Apam intayin qoida usulli ayol, har ishni qilmaydi. Buningda cho'qim bir uvalchilik bor. Siz qonun mutaxassisi, men sizni apamning aqlug'chisi bo'lishga taklif qilay dedim. Chataq yo'q. Ben bu havolani qabul qildim. Rahmat Ablamit müdür, siz apamning aqlug'chisi bo'lsangiz, men xotirjam bo'laman. Sizningcha bunda qilsak bo'lamdi. Ikkimiz birlikda opamizning aqlug'chisi bo'layli. Mening advokatlik kasbiy guvohnamam bor. Siz fuqarolar vakolatchisi bo'ling. Uning ustiga siz nat yaxshi o'qidingiz. Bu siz uchun bir yaxshi o'rganish fursati. Men bo'lamanmi? Bo'la olasiz. Menimcha cho'qim bo'la olasiz. Menimcha siz baş advokat bo'ling. Men sizga oq tilak bo'lib beray. Ablamit müdür, menga shunchalik ishonganingizga rahmat. Men bu ishni cho'qim tirishib yaxshi ishlayman. Hukumingiz nima bo'lgan? Unig'imi bir advokat deb beramda qandaq? Fakultetimizning advokatlar ish o'rnidagi Rahman qobiliyatli advokat. Obdariq o'yinib beqing. Enim Musa kichigidan yaxshi o'qimagan. Uning jinoyat gumondori bo'lib qilish ehtimoli bor. Uningga bir advokat taklif qilib bersakmi mayli? Men Rahmanning saviyasini obdan bilaman. U mening maktabdashim. U burun fakultetimizdagi a'lo o'quvchisi. Ben Ablamit. Rahman, derhal mening ishxonamga chiqing. Sizga muhim bir vazifa chiqib qoldi. Menimcha Rahman sizga yordam qila oladi.
Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Kirdingizmi? Seni bu ishni qilishga kim buyurgan? Menga aynan deb berishing kerak. Bu sening jinoiy javobgarligingni yeniklatmaslikda intayin muhim. Hech kim buyurmagan. O'zim xalab qildim. Jinoyatni o'z ustingga elishing vijdon azobidimi yoki oqibatidan qo'rqibmi? Rahman advokat. Menga bunchalik mas'ul bo'lganingizga ko'p rahmat. Yaxshi ko'nglingizga rahmat. Sizdan o'tinib qolay. Mendan ortiqcha savol so'ramasangiz. Bu ishni o'zi qilibdi deb tushunsangiz bo'ldi. Bunda qilib qanchalik bedel to'laydiganingni bilamsan. Sen rostli bosh jinoyatchi bo'lsang, sana o'lim jazosi hukm qilinadi. Bo'ladi. Obdaroq o'yinib boqasan. Agar menga yana deydiganlaring bo'lsa, baldiroq xabar qilib qo'yasan. Dilo ahvolni men sizlarga tanishtirib bo'ldim. Bu haqda sizlarning fikringizni anglab boqmoqchiman. Ablimit mudir. Men aqlaydigan odamning ahvoli sal murakkab. Ba'zi alomatlardan qaraganda Musa agashkuchi jinoyatchi deb qiladi. Haqiqiy bosh jinoyatchi boshqa bir odam bo'lishi mumkin. Aqlg'uchi bo'lgan odamning mas'uliyati paket ham qonunga asosan aqlanuvchining gunohsiz jinoyatining yenik ekanligini o'ttirib qo'yib isbotlash. Jinoiy ishlar mas'uliyatidagi material ham fikrlardan xalos qilish. Aqlanuvchining qonuniy huquq manfaatini qo'g'dash. Sizning yangi jinoyat gumonlarini fosh qilish majburiyatingiz yo'q. Bu taftish organlarining ishi. O'rtaqlashib jinoyat o'tkazish davomida bosh jinoyatchi bilan agashkuchi jinoyatchining o'rni, roli o'xshamaydi. Ular ustiga oladigan jinoiy ishlar mas'uliyatimi o'xshamaydi. Haqiqiy bosh jinoyatchini tortib chiqib, aqlanuvchining agashkuchi jinoyatchi degan o'rnini bekitganda, ondan men uning jinoyatining yenikligini isbotlayman. Shundaqla uning jinoiy ishlar javobgarligini yeniklatish fikrimni o'tirib qo'yishga asos sola olmayman. Kechiring. Siz mening ustozim, ham bevosita rahbarim. Men sal hayajonlanib ketdim. Afv qilasiz. Deginimiz to'g'ri. Shunga siz zo'r miqdordagi jafoliq inchki xizmatlarni ishlab, sotda kuchlik paketlarni o'ttirib qo'yishingiz kerak. Shundaq Abdumit muallim. Men cho'qim bu ishni tirishib ishlayman. Qandaq? Ben ufkumuzga tanıştırgan bu advokat bo'lamdi ekan. Rahmat sizga maktabdeshim. Mening bir ko'z qarashim bor. Deb baxsam balkim foydalanib qolasiz. Qanida? Saqchilar hali qash teshini tekshirgan chaqda Musa nima uchun qochdi? Uning qechishdagi maqsadi meningcha hargizmi qo'lga elinishdan qutulish uchun emas. Sizningcha uning maqsadi nimadir? Qandaqdir bir muhim narsani yoshirish uchunmikin deyman. To'g'ri deysiz. Haqiqatan aqlli ekansiz. Ras. Birinchi qatim men uning bilan ko'rish uchun tutib turish o'rniga bog'nimda u yaloq kirgandi. Balkim bu bizning tunji navbat tekshiradigan yipuchimiz bo'lib qolar. Musa, o'yinib bo'ldingmi? Deydiganim yana shu gap. O'zim qilgan ishga o'zim egiman. Sot echilish vaqti kun sari yiqilishyapti. Sening mush orliqdagi qimmatli vaqtdan voz kechmasligingni umid qilaman. Bostan. Fukunz Musa yanılı o'zim qildim degan gapida ching turib oldi. Biroq men yanılı o'z ko'z qarshimda ching turaman. Bosh jinoyatchi Musa emas. Musa agashkuchi. Bir işiniz var mı de? Bu lentiga Musa'nın hadisining so'zi elingan. Sizlar avval tekshirib beqinglar. Agar boshqacha gap so'zlar bo'lmasa, bu lentini Musa anglab baqsin. Bo'ladi, biz qoida bo'yicha ish bajaramiz. Acaba bugungacha asosini topmayaptamsan?
Kadirlik ukam, endi gaflatdan uyg'ongan vaqt keldi. Obdan o'ylanib baqqın. Sen ailemizning e'tiborli bolasi eding. Ular sening jamiyatga yaramli odam bo'lishingni umid qiladi. Biroq 20 yoshga kiray deb qolding. Sen bu oilaga zodi nemish qilmading? O'g'il ota-onaga javob qaytarish kerak-ku. Sen ular uchun zodi nimalarni qilding? Sen kichigingda yaxshi o'qimading. Zahar chekishni o'rganib olgandan keyin oilamizni vayron bo'lish girdoviga olib qo'yding. Dadam bilan opam mahallikilarning oldida bosh ko'taranmas holga tushib qoldi. Ukam, anglasam opam kuzatxona soqchilariga yolvorib, soqchi yo'ldosh, balam gunohsiz, hammani men qilgan, o'tinib qolay, balamni qo'yib bersanglar debdi. Opamning yig'lab qoqshab iltijo qilishlari kim uchun? Buni vijdoningdan so'rab baqqin. Ukam, sen menga nurg'un arzu-armonlaringning borlig'ini deytding. Sen Beyjonga bir borsam deytding. Cho'ng bo'p mushkamgacha poyezdga, aeroplanga chiqib boqmabdiman deytding. Kelgusing parlaq. Dadam sendan ayrilanmaydi. Opammi sana chidamaydi. Menmi sendan ayrilib qilishga chidamayman. Ukam, obdara o'ylab baqqin. Advokat bilan ko'rishiman. Advokat bilan ko'rishiman. Advokat bilan ko'rishiman. Malni evetdim. O'z bahası setib, pulini derhal evetib bering. Amina. Baş jinoyatchi Amina qonunning to'rg'i tushgandan keyin opam ehtimol qutulib qola. Mushu paketga asosan Musaning jinoyatini yengillatgili bo'ladi. Baş sotchi. Men ham G'arbiy Diyar universiteti Tangritog' advokatlar ish o'rnining mudiri ustozim Ablimit javobgar Ro'shangulning aqlig'ich bo'lishni o'rtaq ustimizga oldik. Ayblig'ichi Musa bilan Ro'shangul ustidan ikki javobgar birlashib delo sodir qilgan. Zahar yetkash jinoyati, zahar setish jinoyati o'tkazgan deb shikoyat qildi. Zahar yoshirgan qashtishni pishiqlab ishlab jinoyat quroli bilan ta'minlagan. Bu zahar yetkash jinoyat delosidagi agash kuchi jinoyatchi bo'ladi deb bekitdi. Bizning qarshimizcha yuqorqi ayblashda paket to'liq emas. Qonunni muvofiq qo'llanmay, jinoyat bilan jinoyat emasning chek-chegarasi ojizlashtirib etilgan. Birinchi, davlatimizning jinoiy ishlar qonunida jinoyatning turg'izilishi, maqsadli jinoyat o'tkazish degan shartga qat'iy to'sh kerak deb belgilangan. Demak, jinoyatchi o'z qilmishining jamiyatga keltiradigan ziyinni aniq biladigan, bu xil oqibat keltirgan psixologik pozitsiyani umid qilishi yoki bo'lishi qo'yib bo'lishi kerak. Javobgar qashtish o'ymi ustasi. U xaridorning talabi bo'yicha qashtishni pishiqlab ishlab bergan. U haqning qashtishini nima ishlatadiganligini bilmaydi. Ishonimizki, sud Ro'shanguldek mushundaq ixlosman, oq ko'ngil, qoida usulliq, eriga, farzandlarga mehribon yiz ayoli qarta, gunohsiz deb bekitish oldingi sharti ostida o'z vaqtida hukm chiqarib qo'yib berdi. Har qaysinglarga rahmat. Jinoyatchi kimdir? Qaltis, yo'lliq, pokitlik, ovozingiz hissiyotliq, yaxshi so'zladingiz. Baş sotchi, so'roqchilar. G'arbiy Diyar universiteti Tangritog' advokatlar ish bajarish o'rni javobgar Musaning tuqqunining havolisini qabul qilib, meni javobgarning aqlig'uchisi qilib avatdi. Javobgar Musami buningga qo'shildi. Ayblig'ichi Musa bilan Ro'shangul ustidan ikki javobgar birlashib delo sodir qilgan, zahar setish, zahar yutkash jinoyat o'tkazgan deb shikoyat qildi. Mening qarashimcha, birinchi, ayblig'ichi organning davolash huquqiga atgan jinoyati to'g'ri emas. Ikkinchi, mening davolash huquqim birinchi javobgar bosh jinoyatchi qatoriga kirgizildi. Meningcha bu muvofiq emas. Ayblig'ichi organ yangi bir jinoyat gumondorini tushirib qo'ygan. Dal shu jinoyat gumondori haqiqiy bosh jinoyatchi. Mening davolash huquqim bo'lsa, agash kuchi jinoyatchi. Agash kuchi jinoyatchilar qarta yeniklatib jazo bersa yoki jazoni kechirim qilsa bo'ladi deb belgilangan. Bu men ta'minlaydigan yangi paket. Buni sotdan ko'rib beqishni umid qilaman. Jinoyatchi kimdir? Nima izlagan bo'ldi?
Deloda zo'r o'zgarish bo'lg'achqa, yana ilgirlab tekshirishga to'g'ri keldi. Hozir sud yepildi. Qachon ochilganligini ayrim uqtirish qilamiz. Bana chaqirg'i qilib nima qilsan? Soddaki ishni bilgansiz. Bağınınızı kördüm. Eytana, ciddileşmeyi tura alaymanmı? Musa'nın heylik ahlı gutsi, tığ uçuna bana qartıvattıdı. Yani tehi, baş cinayetçi tartıp çıkarılmadı tavatıdı. Musa'nın bu işini senin kösetmen boyu çıkıqalığını pəres qıqandım. Pərizim doğru çıktı. Putumni meyip qıldın. Xotunum bilen balam balağı tıxdın. Sen bizni xanı beyran qımaqçıma? Sen zəhərli yılandan zadı neymi məqsdi ba? Emin Akka, sizge yüz kelenmeymen. Ailenizdekilerge yüz kelenmeymen. Ben 100 milyon tayarlap koydum. Hazırla iğnenizi apırıp berimen. Putunuzni davalatqınız kez putunuzni davalatdan neymiş kısınız meyli. Emin Akka, pul tegismeyen amalını kıp berimen. Can hayat kalsa neymi qağılıp olmaydı. Navadı men türmeli kırıp kalsam sizlerge yardım kılıdığı adam yok. Anlasam avukat Rahman Bostan bilen birlikken. Münasebetimi yaxşıken. Emin Akka, Bostan onun kadar bakan bolsa, o avukatlıktan vazgeçse, barlık çıkınını men töylegen bolsam bulamdı. Emin Akka, Uşu bir qeytim meni kechirib etdim. Men buningdek yaxshi odam bo'laman. Emin aka, ikkimizning 10 yillik munosabatimizning yuzi uchun o'tinib qolay, meni qutqizib bering. Ishni echib. Siz bunu. Anlasam Amine qo'lga ilinibdi. Taftish mahkamasi uning ustidan shikoyat qilgan. Amine, nima uchun o'qib qolgandi? Nima? Bostan. Siz uni tanimsiz? Ha. Javobgar Amine Taş, sen en ahirki sözünü bayan qilsang bo'ladi. Jinoyatimga qarta hech qanday gapim yo'q. Biroq intayin muhim bir ish bor. Demsam bo'lmaydi. Agar mush paytda demisam, menga endi deyish fursati yo'q. Bu mangu yeshilmaydigan bir sir bo'lib qoladi. Emin aka, siz bilan maslahatlashishga ulguramadim. Hem çoğlanma tegmedi. Muş günlerde gelimden hıza ötmeydi. Gözümge uyku bağmadı. Kızım hayalimden ketmedi. Bostan, siz emin işkimizden boğan bala. Kızım Bostan, anlap durun. Şu çağda qilgan ishimga qattiq pushayman qildi. O çağda emin ikkimizdan siz opirida bo'ldingiz. Men erimning meni qo'yib etishidan qo'rqib, sizni boshqalarga berib etishdan ansirab, amdila bir oylik bo'lganingizda sizni eminning ishiga oldiga tashlab qo'ydim. Shuning bilan Ro'shangul sizni beqib cho'ng qildi. Biroq siz nimalar degan bilan mening yurak bag'rim. Sizni mashina soqayotganda sizga men qon berdim. Ikkimizning qon tipi o'xshash. 18 yoshga to'lgan kuningiz sizga sovg'at qilgan zanjirni tug'ilgan kuningiz bilan men dastlab sizga qo'ygan muhabbat degan ism o'yil. Ro'shangul, mening shartlik nomerim 355. Bu raqam esingizdadir. Siz buni Eminning chaqiruvsida ko'rgan. Endi tushungansiz. Qizim Bostan, mayli menga nafratlaning, sizdan og'rinmayman. Sizga yuz kelanmayman. Bilaman, sizga ona bo'lishga loyiq emasman. Men onalik burchimni yaxshi ado qilaman. Dada, o nima deb jaylayotdi?
Yo'q. Bu mümkün emas. Mening birla opam bor. Onun ismi Ro'shangul. Hozir sotimiz vaqtincha to'xtatiladi. 10 minutdan keyin davomlashtiramiz. Hozir hukmni e'lon qilamiz. Sotimiz jamiyat muqimligini qo'g'dash, xalq omisining jismoniy sog'lomligini kafolatga ega qilish uchun Junxo Xalq Jumhuriyati Jinoiy ishlar qonunining 347, 22 ham 13 moddalaridagi belgilamalariga asosan tövendikidek hukm chiqadi. 1. Javobgar Amina Tash zahar setish jinoyati ham boshqalarni zahar chekishga aldab qiziqtirish jinoyati o'tkazgachga mazkur delodagi bosh jinoyatchi deb qarilib, o'lim jazosi berildi. Siyosiy huquqidan mangu mahrum qilindi. 2. Javobgar Musa Emin zahar yotkash jinoyati o'tkazgachga mazkur delodagi agashkuchi jinoyatchi deb qarilib, muddatlik 7 yillik qamoq jazosi hukm qilindi. 3. Javobgar Ro'shangul Yaqub gunohsiz qo'yib berilsin. Sotimiz oxirlashdi. Canım balam. Ağlama. Ukam. Ukam, meyislenmegin. Optan adam bulup çıktın. Bostan. Yenimge kelgen bolsunuz. Kızım. Meni bir qıtım bolsumu apa deb chaqirgan bolsunuz. Bo'pti, sizni tanlaydi qo'ymay qizim. Chaqiramisiz bo'pti. Men pat arada bu kishilik dunyodan ketaman. Men faqat bu dunyodagi eng iliq ota bo'lib, mava hamroh bo'lishim pek umid qilardim. Ben o dünya bağlı. Sizden bu apa diyen söz
muhabbet sevgiga